Hozir bitta zo'r life hack ko'rgandim YouTubedan. Xullas mana yomg'irni ko'ryapsizlar. Ko'rinyapti, suvlar turibdi. Hozir endi mana bu bitta kartoshkani olamizda. Bunday qilib yarmini kesamizda. Mana yarmini kesdik. Ana endi oynani artib chiqamiz. Qani qadlan ko'ringlar. Nima hosil bo'lardi? Sal zo'rona olamiz. Bunday qilib artamiz. Ana. Endi buni menimcha artish ham shart emas. Mana bu oynani ham ko'rsataymi? Men batbo'y oynalardan. Rosa axloq beradi. Nima qilib artib tashlasak, suv qolmaydi deyshadi. Shu rostmi, yolg'onmi? Endi ko'ramizda. Bu tomonga. Mana. Yoqamiz. Nima qilib tashlaymiz. Ana. Endi buni kiraqmali qolmadi. Endi ozginasini ham bundoq kesib tashlaymiz-da. Nima qilib kesib. Endi qoldoyalar atamiz. Mana qilib artib chiqamiz. Shu zo'r life hackni endi ko'ramiz. Menimcha yaxshi bo'lsa kerak endi, to'g'rimi? Shuncha harakat qilyapmiz-ku. Bundoq ko'rsatingchi. Suvlarga ketadi degan gap bor. Telefon olib bo'ldi. Bo'ldi. Xullas, rahmat. Kartoshkaning foydasini keyin birontasi kommentariyada yozsinchi. Ko'rganlar bormi yo'qmi? Atak normalniy. Chuk.